Ramazonda saharlik va iftorlik dasturxonimiz uchun mazali issiqqina go'shtli non tayyorlaymiz. Oila a'zolaringizga tayyorlab bersangiz, duoni tagida qolishingiz aniq. Elangan un ustidan dro'jli, shakar, tuz solib aralashtirib olamiz. Ketidan eritilingan sariyog' va suv solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 1 soatga issiq joyga oshirishga qo'yamiz. Xamir oshib chiqqungacha nachinkamizni tayyorlab olamiz. Mayda qilib to'g'rab olingan go'shtimiz ustidan piyoz va ziravorli solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oshib chiqqan xamirimizni 4 ta zuvalachaga bo'lib olamiz. Har bitta zuvalachamizni videoda ko'rsatilgandek qilib dumaloq shaklda yoyib olamiz. Go'shtli nachinkalarimizni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Iftorlik dasturxoniga oila a'zolaringizga qilib bersangiz, duoni tagida qolishingiz aniq. Tayyor bo'lgan nonlarni listimizga terib, ustidan tuxum sarig'i, kunjut sepamiz va qizib turgan 180 gradus duxovkamizga pishirishga yuboramiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun tezda saqlanib qilib, yaqin dugonangizga yuborib qo'yinglar.